kichkinagina mantiqaxonda pishgan go'sht shunaqangi shirin bo'lar ekan, shunaqangi shirin bo'lar ekan. Обязательно uyda shunaqa go'sht tayyorlab ko'ringlar qarindoshlar. Mantiqasxonda parda go'sht pishiramiz qarindoshlar. Go'shtlarni terib chiqamiz. Bay. Qo'rilmasa bo'ldi, diyetiski bo'lib ketaveradi. Shunaqa diyeta qilganimdan mana shunaqa katta bo'lib ketganman qarindoshlar. Diyetiski go'shtlarni pishishga jo'natamiz. Ana endi kutish qoldi xolos. Parda pishgan diyetiski go'shtimiz tayyor bo'ldi qarindoshlar. Buni chiroyli bo'lib pishganini qarasanglar-chi. Tayyor go'shtni olamiz, mapga qo'yamiz va endi eng asosiy joyi, degustatsiya joyi qarindoshlar. Ko'rinishidan ham voy pishmagan bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lsanglar adashasizlar. Zo'r pishibdi. Marinovkasi bilan shunaqa zo'r ketyapti. Parda pishgan go'sht bunaqa mazali pishadi deb hech ham o'ylamagandim. Rosa mazali chiqibdi. Ikkinchisi. Xullas qarindoshlar, Chin bozorimizdagi kichkinagina mantiqaxonda pishgan go'sht shunaqangi shirin bo'lar ekan. Обязательно uyda shunaqa go'sht tayyorlab ko'ringlar qarindoshlar. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqaxonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki da o'zingiz Eski Chinna bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib, mantiqaxonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.